Netanyahu Livanni bo'lib yubormoqchimi? Yaqin Sharqda yana katta shov-shuv ko'tarildi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Livan janubidagi ayrim xristian qishloqlari Isroil tarkibiga qo'shilishni so'raganini aytdi. Uning ta'kidlashicha, bu qishloqlar aholisi Hizbulloh jangarilaridan himoyalanish uchun shunday yo'l tutmoqchi. Biroq bu bayonot Livanning o'zida rad etildi va mintaqada yana yangi siyosiy mojaro boshlanishiga sabab bo'ldi. Netanyahu bu gapni Fox News telekanaliga bergan intervyusida aytdi. Unga ko'ra, Livan janubidagi ba'zi xristianlar yashaydigan qishloqlar Isroildan himoya kutmoqda va shu sababli Isroil tarkibiga qo'shilish istagini bildirgan. Netanyahu hatto biz xristianlarni Hizbulloh fanatiklaridan himoya qilyapmiz degan bayonot berdi. Ammo eng katta savol shundaki, u aynan qaysi qishloqlar haqida gapirayotganligini ochiqlamadi. Ko'p o'tmay Livan tomoni bu da'volarga javob qaytardi. Xristianlar yashaydigan Remesh qishlog'i meri Hanna al-Amel Netanyahuning gaplarini rad etdi. Uning aytishicha, Livandagi xristian qishloqlari Isroilga qo'shilish haqida o'ylayotgani haqidagi gaplar mutlaqo haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Mer yana muhim bir jihatni aytdi. 2 kun avval xristianlar yashaydigan 15 ta shaharcha ham maxsus bayonot bilan chiqib, o'z yerida qolishni va Livanga sodiq ekanligini bildirgan. Bu voqea nega bunchalik muhim? Chunki Livan janubida urush boshlanganidan beri vaziyat juda tarang. Eron atrofidagi mojarolar kuchayganidan keyin Hizbulloh Isroilga raketalar uchirdi. Isroil esa bunga javoban Livan janubiga havo zarbalarini berdi va quruqlikdan bostirib kirdi. Hozirda chegara yaqinidagi ayrim hududlar Isroil harbiylari nazoratida qolmoqda. Shu sabab Netanyahuning ular Isroilga qo'shilishni so'radi degan bayonoti oddiy gap emas, balki bu hududiy masalaga ham aylanib ketmoqda. Livan janubidagi xristian qishloqlari esa urushning eng og'ir zarbalaridan birini boshdan kechirdi. Ba'zi qishloqlar o'qqa tutildi, uylar va infratuzilmaga zarar yetdi. Ayrim oilalar ko'chishga majbur bo'ldi. Lekin shunga qaramay ko'plab aholi o'z qishlog'ini tark etmadi. Ular uylarini, cherkovlarini va yerlarini tashlab ketmaslikka qaror qildi. Aynan mana shu fon ortida Netanyahuning bayonoti Livan ichida g'azab va norozilik uyg'otdi. Netanyahu boshqa nuqtalarida ham Livan janubidagi ayrim harbiy ishtirok haqida gapirdi. U Isroil armiyasi shimoldagi aholi xavfsizligi uchun Livan janubida qancha kerak bo'lsa shuncha qolishini aytdi. Bu esa Tel Avivning bu hududdan tezda chiqib ketish niyatini yo'qligini ko'rsatmoqda. AQSh vositachiligida Isroil va Livan o'rtasida kelishuvlar bo'lganiga qaramay, Hizbulloh va Isroil o'rtasidagi to'qnashuvlar hali hamon davom etmoqda. Eng qiziq savol esa ochiq qolmoqda. Netanyahu aytayotgan gaplar haqiqatdan ham Livandagi ayrim qishloqlarning real pozitsiyasimi yoki bu Isroilning Livan janubidagi harbiy bosimini oqlash uchun aytilgan siyosiy bayonotmi? Hozircha aniq narsa bitta. Livan bu da'voni keskin rad etdi. Isroil esa o'z pozitsiyasida turibdi. Demak, Yaqin Sharqda yana yangi va xavfli siyosiy tortishuvlar boshlanmoqda. Eng muhim va dolzarb yangiliklardan xabardor bo'lish uchun kanalga obuna bo'ling, videoga like bosib, fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.